Ko'rmaganda ko'rgani qursin. Chek. Tilla nima qilyapsiz? Ko'rding tilla? O'zbeklarni ko'rgani qursin. Akalar Angliyadan do'stimiz o'ziga narsa zakaz qilibdi. Hozir shu narsani ochamiz va sizlarga ko'rsatamiz. Dagin. Tilla, zakaz ochamizmi? Zakaz ochamiz. Siz qanaqa pasta deyapsiz? Yarı turalım. Tak, do'stlar, zakazni ochamiz. Uy, onayni. Tak, birodarlar, qadrdonlar, mehribonlar, do'stimiz Buyuk Britaniyadan, United Kingdomdan yoki Angliyadan. Lo, zakazingiz necha kunda keldi? Bir oydan oshig'ida keldi. 20 kun deyapti. Akalar уже emblemasini ko'rgandirsizlar, nimaligini уже bilgandirsizlar. Hozir futbolistlar boshlaydi. Manchester. Akalar, zakaz qilingan narsalar o'sha ofitsialniy Manchester City. klubidan formani ko'ringlar. Da-da-da-dan. We champions. Hozir raspakovka qilamiz, ko'rasizlar, kiyadi mana bola. Kitobmi bu? Nima endi va deyishim kerak, futbolga qiziqmasaman. Va, bila buni qarang, materiali matodan ekan-a bu. Husanovmi? Ani futbolistimizni nima formasini zakaz qildingizmi? O'l. O'zini bir mneniyasi yo'qmikin? O'l. Holland formasini zakaz qilsa bo'lmasmikin? O'l. Sug'diyonani formasini zakaz qilsa bo'lmasmikin? O'l. Sotqin, xoin, sotqin. Va qadrdonlar, zakaz qilgan narsalar ichida kepti Manchester City'niki original, prям o'sha futbolni komandadan zakaz qilgan, Finka kelgan, mana Finka ko'rib turibsizlar, bo'ynimni ham qashlab olib. Tak, eng asosiy qaramay turingda, effektni o'tib olsin. Eng asosiysi zakaz qilgan va xursand bo'lgan va kutgan narsasi akalar orasida ko'rsatib ber. Akalar baho beringlar. Ana futbolistimizga muxlislik qilgan holatda, o'zini podдержка qilgan holatida biladi. Akalar yemagan kadr bo'ldi, men chunki paxta qo'yishni bilmayman, shu jonivor boshqa olyapmiz. Xullas, futbolistimizni podдержка qilgan holatda Abdurazzoq Hasanovni Anu deb qo'ygan, xaslik deb qo'ygan. Abduqodir Hasanovni Husanovni podдержка qilib, o'zini hissasini qo'shganidan juda ham g'ururlanyapti va xursand bo'lyapti akalar. Bosamiz. Ismini bilmayman. Men futbolga qiziqmayman. Adushi baho beringlar akalar. Ko'rgani qursin biladi. Odamlar oylab ishlab yuribdi, bu $220 mana shu narsalar olyapti. Pizdiyat. Nima qiladi endi buni? Bo'ldi, kiydi, rasmga tushib video qilib, nima qiladi endi yana? O'zbekda nima bo'lsa ham ko'rsatish kerak, maqtanish kerak. Ay, pag'antaga qarasanglar, qorayib yotibdi biladi. O'l. Ay, suka qanday yechiladi bu, ey? Ikki bir.